qorin bo'shlig'i a'zolari ultratovush tekshiruv jarayonida o't qopi poliplari tasodifan aniqlanishi ko'plab uchramoqda. Bugun o't qopida poliplar haqida gaplashamiz. O't qopi poliplari o't qopi ichki devorida uchraydigan kichik o'simtasimon tuzilmalardir. Ular ko'pincha so'galga yoki xolga o'xshaydi. Poliplarning hammasi ham xavfli emas. Ular ko'pincha kichkina bo'ladi. Bemorga hech qanaqa shikoyatlar bildirmaydi. Ultratovush tekshiruvda tasodifan aniqlanib qolinadi. Lekin poliplarni e'tiborsiz qoldirish ham kerak emas, chunki poliplar o'sishi, ko'payishi, kattalashishi va xavflilik darajasi oshishi mumkin. Shifokorlar poliplarni baholaganda ularning bitta yoki bir nechtaligi, katta yoki kichikligi, o'sish dinamikasi, ya'ni o'sish tezligi, bemordagi shikoyatlar, og'irlik, ko'ngil aynishi, qorin sohasida og'irlik hissiga qarab ularni baholaydilar. Agar sizda o't qopida poliplar aniqlansa, albatta gastroenterolog va xirurg nazoratida bo'lishingiz tavsiya etiladi. Internetdagi har xil xalqona usullardan foydalanish, o'zingizcha davo qilish yoki bo'lmasa polip o'zi yo'qolib ketadi deb kutish bu xavfli asoratlarga olib kelishi mumkin. Sizda hech qanaqa shikoyatlar bo'lmasligi mumkin, lekin o't qopingizda poliplar bor yoki yo'qligini bilishingiz uchun 6 oyda bir marta uziy tekshiruvdan o'tishingizni maslahat beramiz.